qo'shiqlarini aytib, termalarni aytib, mana Safar boshi xalq bahsi bo'ldi. Bir xilga savlati qurol bo'ladi, bir xilga san'ati qurol bo'ladi, bir xilga o'zi Xudo bergan omadi qurol bo'ladi. Qaysalaringiz hammalaringiz kam emassizlar, hammalaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Faqat biz nima qilamiz kerak? Odamiylik kuchini yo'qotmasligimiz kerak. Endigi so'zni Safar baxshi Shaydirovga. Rahmat inshaalloh. Yaxshi tilaklar aytdingiz. Mana ustozni yana bir bor chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bugun ertalabdan barcha internet tarmoqlarida ham juda keng tarqalib ketdi. Shunday qarasam bir kanalda buyuk sarkarda Amir Temur bobomiz tug'ilgan kundan keyin O'zbekiston xalq baxshi, birinchi nomerli xalq baxshi, bu san'atni jahonga olib chiqqan Shoberdi baxshi Boltayev tug'ilgan kunda butun tarmoqlarda muxlislar, shogirdlar, hamkasblar, tengdoshlar, qo'shni Tojikistonda bo'lsin, Turkmanistonda bo'lsin, shu san'atga ixlosmand odamlar juda ko'p tabriklarni biz internetda ko'rdik ustoz. Sizni haqqingizga mana shunday ulug' tabriklar bo'lyapti. Mana shu tabriklarni bir xilda mana shu o'qiganlarimizda bir oilasini baxtiga, bir muxlislarning baxtiga, shogirdlarning baxtiga doim omon bo'lsin deb tilaklar bo'lyapti. O'zi xalqimizda shunday bir gap ham bor. Niyatlarni o'zi bir duoda joylangan. Niyatlar aslida hikmat bor, duo bor, niyatlar. Bizlar doim yaxshi niyat qilishimiz kerak, ulug' niyat qilishimiz kerak. Mana shu ustozni mana shunday bir ibratli, namunali yo'lni havas qilib, mana shu kishiga shogird tushib, etagida mahkam ushlab, mana Ismoilxon bilasiz, yoshligimizda mana ixlos qilib, kam bo'lmadi, duosini oldi. Mana shu an'anani davom ettirib kelyapmiz. Mana yonimizda Qobil baxshilar, mana Jo'g'il akam bor, mana Jo'g'il akam, Azam baxshi ham kelamiz bugun xalqimizning yaxshi kunda xizmat qilayotgan baxshilar. Mana shu fursatdan foydalanib, mana bizni kuzatib turgan ijtimoiy tarmoqlarda bir qancha baxshilar san'atining ixlosmandlari bor, muxlislari bor. Bizni ustozimizni chin qalbidan sevadigan, san'atni sevadigan insonlar bor. Mana ustozimizga yana Ismoilxon Shamomiz aytgandek 105 yoshlarni tilaymiz. Kelib mana shunday tabriklab etishdi, hammamizga har yili men tabriklashdi. Yana so'rab qolamiz inshaalloh. Ustozimiz duo berib tursin, ham san'atda, ham mana shu oilasini boshida bizga mana shu duosi hammamizga kuch berib tursin. Hamma baxshilarning omadini bersin deb. Endi yana bitta gap bor. Ustoz shogirdlik an'anasi hamisha bardavom bo'lishligi uchun bizga birlashsa yetalmaydi. Nima? Biz ikkita namozni chersak, birdan faxrlanib, biz shunday bo'lib ketdik deyishdan insoniyat sal uzoqlashi kerak. Kibrdan uzoqlashi kerak. Shuning uchun haligi shoirda ham bir gapi borki, yigitlik g'ururi garchan vazmindir. Seni mahv etmasin g'ururing toshi. Mixting manmanligi bugun avjida, ertaga qiyshaysa omurda bo'ladi. Shuning uchun biz o'zimizni insoniylik, odamiylik mezonini saqlay bilishimiz kerak. Endigi so'z navbati duo aytib bo'ladi.